Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Farg'ona shahridagi Istiqlol markaziy stadionida O'zbekiston Super Ligasi birinchi turidan o'rin olgan Neftchi va Mash'al jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanmoqda. Futbolchilar borini berib harakat qilib ko'radi, lekin jamoani umumiy imkoniyatlariga, potensialiga baho berish qiyinroq. Peritsa bizga namoyish etildi. Yuqoridan to'p yetkazildi. Zarba to'singa tegib qayta hujum davom etyapti. Yana zarba, gol! Boyan Tigr! Do'stlar, bu uchrashuvning 9-daqiqasida Mash'al darvozasini ishg'ol etyapti. Mana ko'raylik jarayonni. Mana to'sindan qaytdi, keyin jarima maydonchasi markaziga to'pni Abror Ismoilov adashmasam qaytardi. Yo'q, Jokic ekan. Legionerlar qatnashibdi. Jokic to'pni qaytardi. Boyan Tigr o'zining chap oyog'ida to'pga tez moslashdi. Himoyachilar baribir bu yerda bo'sh qoldirdi. Bitta emas, bir necha nafar Neftchi a'zolarini bo'sh qoldirgandi. Himoyachilar to'pni qaytardi. Qarshi hujum ko'ramiz. Yovichdan pas, birga bir vaziyat, hozir yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Hisob 2-0 mi? Yo'q, to'p qaytdi. Keyingi zarba. Peritsada bugun birinchi zo'r imkoniyat yuzaga keldi. Mana qarang, Vladimir Yovichdan juda chiroyli oltin pas bo'ldi, lekin va darvozabonning yonidan to'pni o'tkazib yubormoqchi bo'ldi. 18-raqamdagi legioner keyin qaytgan to'pni o'zi yana tepdi va bu to'pni Mash'al himoyachisi Roman Hajiyev darvozaga qo'yib yubormadi. Hozir hisob 2-0 bo'lishi mumkin edi, lekin zo'r vaziyat edi. Ismoilov bo'larmidi o'ylasa va yo'q, xavf bor edi. Kelayotganda himoyachi u tomonga, shuning uchun tepdi to'xtatishi bilan. Yuqoridan to'p yetkazildi, zarba, gol! 2-0 do'stlar. Bu uchrashuvda baribir mezbonlar birinchi taymning o'zida juda ko'p savollarga javob beryapti. Golni ko'ramiz. Burchak zarbasi, mana baland sakrab, himoyachilarning xatosi ko'p baribir. Qarang, baland sakrab uzoq burchakka to'pni kirityapti. Himoyachilarning xatosi bor bu yerda. 3 ta futbolchi bitta joyda turibdi-da, qarang. Gap hozir mana hamma tomoshabinga aylanyapti. O'sha futbolchining mahorat bilan bu yerda to'pni uzoq burchakka yo'llashida ham emas, himoyachilarni markazda kurash, to'p egallandi. Jokic oldinroqqa yetkazib berdi. Mana bu yerda farg'onalik futbolchilar Iskandarov zarbaga tayyorgarlik ko'ryapti va gol emas. O'zagi saqlab qolinib, plus yangilar qo'shilib, plus yangi murabbiy, iqtidorli murabbiy, uzoqni o'ylab ham yoshartirildi-ku, boya aytdim-ku, 2005-yildan. Hozir yana bir zarba, hujum davom etdi. Darvozabon to'pni qaytardi. Ibrohim Halil Yo'ldoshev ham gol urmoqchi bo'ldi. Boyagi vaziyat. Qoidabuzarliklar 3-8 ekan. Hozir esa Ismoilov jarima maydonchasida qarshisida himoyachi Ismoilov to'xtab oldi, aylanib oldi, hatto to'p unda hamon yana aylandi, pas berdi Ubaydullayev. Iskandarov o'zi gol urmoqchi bo'ldi. Boyagi vaziyat. Agusinichi edi va zarba kuchli, Botirali qaytardi. Mash'al bugungi o'yindagi eng xavfli zarbasini hozir ijro etdi. Ko'ramiz. Sardor Abdurraymovdan zarba ko'rdik. To'sin ostiga zarba yo'llandi. Botirali ergashib ishonchli o'ynadi. Mana Botirali.
Iskandarov olinmasa kerak boshqaruvchi maydonda. Mash'alning hujumi. Kutilmaganda to'p qo'lga tegdi. Sardor zo'r o'ynadi. Abdulqay ortga zarba! Yana zarba! Endi pas edi, zarba emas. Da'vogarlik qildi o'tgan yili. So'nggi bor O'zbekiston milliy terma jamoasi mahalliy klublardan futbolchilar taklif etganda aynan G'iyoskom terma jamoa yig'inida bo'lib qaytdi. Marshuch tezlik oshirdi. Yugurib boryapti jarima maydonchasiga. Zo'r pas, imkoniyat. G'iyosov yana pas, zarba. Mana Jokic juda yaqin masofadan ura olmabdi-ku. Juda universal, juda yuqori darajada o'ynaydi. Jangchi. Chiqib ketishini ko'rdingizmi? Jokicdan hozir. Mana pas, Marshuch 3-0. 3-0 do'stlar, lekin ofsayd chizig'i tortib ko'riladi. Ko'rilmasdan ofsayd e'lon qilindi. Marshuchning goli bekor qilinyapti. Zoran Marshuch katta ehtimol. Hop. Jovic. To'p oshirilayotgan paytda ofsayd. Qani? Urdi. Himoyachidan ketgandek ko'rindi bu. Hakamlar qo'mitasi rahbari Ma'mur Said Qosimov kuzatib boryapti. Va qarang, bu kuzatuvlar hammasi ish berdi va gol toza ekanligi e'lon qilinib, Marshuch gol urganligi qayd etilyapti. Yuqoridan to'p oshirildi, darvozabon urib yubordi. Mashaldan hujum, zarba, himoyachilar qaytardi. Ergash, bu yerda Botir Ali Ergashevdan ham to'p o'tgandi. Shunga mos futbol namoyish etib berdi jamoa. Stadionlar sifatida qabul qilishgan. Ubaydullayev yuqoridan ko'tardi Muhsinjon, havoda kurrash. G'iyosovdan zarbani aniq. Neftchi hujumga qarab boryapti. Asilbek Jumayev jarima maydonchasi tomonda va u kirib ham keldi, yuqoridan to'pni oshirdi. Marshuch yana bitta to'lqin. Endi kim bor? Sayfiyev bu tomonda to'qnashuv, lekin bu to'qnashuvda bo'ldi. Hammasi joyida, to'qnashuvda jabrlanganlar yo'q. Hakam hushtak chaldi. Neftchi chempion uyda Mash'alni 3-0 hisobida mag'lub etdi va o'z hisobiga qimmatli 3 ochko yozib qo'ydi.